Hammaga assalomu alaykum. BYD UNAP mashinasini olib qo'yganmiz. Bunga qilib bergan ishlarimizda polni salon karbonli nakladkalar qo'yib berganmiz. Eshik kartalari qo'yilgan, paroklar qo'yilgan, stiklopodъемniklar qo'yilgan, rul qo'yilgan, oldi rad konsoli ham qo'yilgan. Naktikalar taqib berganmiz sideniyalariga, universalniy eng kelgan naktikalar. Orqa radda ham polni salon qo'yilgan. Orqa rad old zaxodga, ichiga organizerlar ham qo'yilgan. Bagajiga ham nakladka qo'yilgan, karbonoy. Bundan tashqari yana tagiga organizer qo'yilgan. Barri ichiga qo'yilgan. Kaltiga chiqov qilib berganmiz. Matoviy stiklo qo'yib berganmiz tabloga va monitorga. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqib kelsanglar, chiroyli qilib beramiz.